Stechka chokalarimizni ishni boshlash uchun nima narsalar kerak bo'ladi? Xo'p, stechka chokalarimizni ishni boshlash uchun eng muhim bo'ladigan narsalardan biri bu pravila. Pravilalar bizda 1, 1,5, 2, 2,5, 3 metrliklar sotuvda bor. Buni urovinli va urovinsizlari ham bizda bor. Undan keyin mana bunaqa silliq tyorka kerak bo'ladi. Bu tyorka vertolyot kirmaydigan joylar, ya'ni burchaklarni tekislash uchun mo'ljallangan moslama hisoblanadi. Fuganok. Bu xonadonlarda shof chiqarish uchun mo'ljallangan fuga hisoblanadi va buni stechka chaklarimizni sevib ishlatishadi. Bundan tashqari pravila chaklarimiz uchun muhim kerak bo'ladigan narsalardan biri bu nakolennik. Vertolyotda ishlaydigan akalarimiz uchun mana bunaqa tapchkalarimiz ham sotuvda bor. Bu tapchkalar betonasi tub deyiladi. Tapchka kerakligining sababi tekislangandan keyin oyog'ingiz tushmasligi uchun mana shunaqa moslamadan foydalanishadi. Uskunani o'zi uchun muhim kerak bo'ladigan narsadan biri bu shprits. Bu shpritsda siz uskunani qo'lda smaska qilish kerak bo'lgan joylarini smaska qila olasiz. Agar sizda dizelli uskuna bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa spiralli shlanglar ham kerak bo'ladi. Uskunani filtrlarini va o'zi umuman olganda uskunani o'zini tozalab turishligi uchun. Bizning omborimizda shu va bundan tashqari 1000 xildan ortiq ehtiyot qismlar sotuvda bor. Kimga qanaqa ehtiyot qism kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.